Qulupnoyda daromadidan ikkinchi issiqxonamizni barpo etdik. Prezidentimizga rahmat aytaman. Boshqa davlatlarda ham filiallarimizni ochishda yo'lga qo'ymoqchimiz. Mahalla yettiligi bilan birgalikda kambag'allikdan chiqardik. Barqaror bandlik va yuqori daromad, qulay infratuzilma, kafolatlangan ijtimoiy xizmatlar farovonlik sari qo'yilgan katta qadamlar. Bugun davlatimiz, prezidentimiz tomonidan baxtli va farovon hayot uchun hamma sharoit va imkoniyatlar yaratib berilyapti. Birgina Qashqadaryo viloyati misolida oladigan bo'lsak, mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash uchun katta mablag'lar ajratildi. Og'ir mahallalarga oqar suv chiqarib berildi. Elektr ta'minoti, ichimlik suvi yaxshilandi. Yo'llar, ko'chalar asfalt qilindi. Oilalarning daromadli bo'lishlari uchun davlat tomonidan moddiy qo'llab-quvvatlanib, imtiyozli kreditlar, subsidiyalar ajratib berilyapti. Bu o'zgarishlar odamlarni ertangi kunga bo'lgan ishonchini orttirmoqda. Bugun boqimandalik kayfiyatidan chiqib, tashabbus ko'rsatishyapti. Izlanish, intilishga o'rganyapti. Islohotlarga daxldorlik hissi bilan yashash ta'bir joiz bo'lsa, har bir insonning qalb amriga aylandi. Bugun yurtimizga keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Bu hammasi inson qadri uchun bo'lyapti. Islohotlar eng chekka hududlarga ham yetib boryapti. Hamma o'zgarishlarni boshiga yurtboshimiz turibdilar. Qarshi shahri misoliga olsak agar, bu bo'layotgan islohotlar, bu bo'layotgan ishlar xalqimizni quvontirib boryapti. Bitta oddiy misol, mana ko'chalar 24-7 ga aylantirilgani qanday quvontiradi insonni? Bu qanday ishini yengil qiladi? Oldingi qarshi va hozirgi qarshini tenglashtirib bo'lmaydi. Oldinlar ko'chalarimiz tor ko'chalar edi, ikki qatorli. Hozirgi bo'lgan ko'chalarni qarasangiz agar, to'rt qatorli ravon ko'chalar, ko'rgan odam havas qiladi. Qurilayotgan uylarni qarang. 10 qavatli, 12 qavatli, 16 qavatligacha uylar qurildi. Sitlar bunyod bo'lyapti. Sharoitlarni ko'rsangiz agar, inson quvonib yuradigan kunlar yetib keldi. Har bir inson yaxshi yashash uchun, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun harakat qilyapti. Viloyatning bosh shahri Qarshi kundan kun chiroy ochyapti. Keng va ravon ko'chalar, baland imoratlar, ko'rkam saylgohlar, xiyobonlar, yirik savdo markazlari, sitelar shaharga yanada ulug'vorlik baxsh etmoqda. Past baland uylar o'rnida bugun zamonaviy 10-16 qavatli uy-joylar qad rostlayapti. Mahallalarga ham yangi hayot kirib bormoqda. Surat ham, siyrat ham butunlay boshqacha. Yangilikka intilib yashayotgan shaharliklarning yashash tarzidan tortib, hayotga qarashi ham o'zgargan. Ular nafaqat xonadonini, ko'chasini, mahallasini chiroyli obod qilishga harakat qilishyapti. Bir-biridan o'rganib, xalqona aytganda rang olib, daromad topish, boy yashash uchun harakat qilishyapti. Misol uchun Otchopar mahallasini issiqxonachilar mahallasi deyish mumkin. Uylarning tashqarisi-yu, ichkarisida issiqxonalar qurilgan. Qishin-yozin daromad topish imkoniyatlari yaratilgan. Dilshod Kichkinayevlar oilasi 12 sotixlik issiqxonaning orqasidan bir yilda 150 million so'mdan ortiq daromad ko'radi. Gap shundaki, bu oila 3 yildan buyon qulupnay yetishtiradi. Qulupnayning sara hosildor navini ekishadi. Bu nav 9 oy tinmasdan hosil beradi. Bir yilda 2 tonna qulupnayni ichki bozorga chiqarishadi. Avvalambor bizga mana shunday imkoniyatlar yaratib beradigan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mahalla yettiligi yaqindan bizga yordam beryapti. Mana shu yerlarni olishga ham, mahalla ko'magi bilan biz imtiyozli kredit olgan holatda mana shu issiqxonalarni barpo etgandik. Bu issiqxonamizda Solxiyang navli qulupnay yetishtiramiz. Sentyabr oyi ekamiz, noyabrda oxirrog'i bilan bu qulupnaylarni terishni boshlaymiz. Suvdan unumli foydalanish maqsadida tomchilab sug'orishni yo'lga qo'yganmiz. Suvga qo'shib qulupnaylarimizga barcha kerakli ozuqalarni beramiz. 100% tabiiy mahsulotlar bilan oziqlantiriladi. Bu qulupnaylarimizni yosh bolalar, homilador ayollar bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Chunki buni shifobaxshli xususiyatlari ham bor. Ta'mi juda ham zo'r. Biz bozorga ham olib bormaymiz. Mijozlarimizni o'zi mana shu issiqxonamizni o'zidan kelib olib ketishadi mana shu qulupnaylarimizni. Bu qulupnaylarimiz 1 kun, 2 kun isitmasangiz ham hech narsa qilmaydi bunda. -7, -8, -10 gradusgacha hech narsa qilmaydi qulupnay. Turib beraveradi.
Mana shu qulupnayda daromadidan ikkinchi issiqxonamizni hozir barpo etdik. Unda ham hozir pomidor ko'chatlarini yerga qadab chiqdik. Bu pomidor bo'yicha birinchi marta shug'ullanishimiz. Endi bitta pomidor bilan, qulupnay bilan biz cheklanib qolmasdangina yana yonimizda bo'sh yerlar turibdi. U yerlardan ham unumli foydalangan holda bodring, har xil 90 bosti o'simliklarni ham ekish niyatimiz bor. Daromadlar hisobidan yana 30 sotix yerda issiqxona qurib, 300 tup limon niholi, ekin oralig'iga esa pomidor ko'chati ekishdi. Bugun Qarshi shahrida qulupnay yetishtirish ommalashdi desak, mubolag'a qilmaymiz. Har bir mahallada 5-6 ta xonadon qulupnaychilik bilan shug'ullanadi. Xontepa mahallasida yashovchi Jo'ra Samiyev oilasi shu vaqtga qadar kambag'allik reyestrida turgan. Mahallaning nuroniylarning ko'magi bilan subsidiya olib 5 sotixli issiqxona qurishdi. O'tgan yili bodring ekib 15 million sof daromad olishdi. Endilikda bu oila kambag'allik reyestridan chiqarildi. Bu yil issiqxonaga qulupnayning Koreya navini tajriba sifatida ekib ko'rishdi. Harakatda barakat deganlaridek, Jo'ra Samiyev va turmush o'rtog'i Xadicha Aya Tursunova qulupnay parvarishini internet orqali o'rganishdi. Bugun qulupnayning dastlabki hosilini terib olishyapti. Mana shuncha katta issiqxonada kim ishlaydi ko'proq? Xo'jayinim o'zimiz, qizlar kelib yordam beradi, nevaralar. Buning endi parvarishi qanaqa bo'lar ekan? Parvarish mana shu ekdik, o'tlardan, hasharotlardan saqlaymiz. Ustiga mana plyonka qo'yilganda, bu plyonka nima vazifani bajaradi? Yovvoyi o't chiqmaslik. Ham namlik saqlaydi tanasiga. O'ziga ahamiyat beramiz. Bu tomon mana yaproqlarini, eskirganlarini olamiz. Endi buni havo harorati qanday bo'lishi kerak ekan? Harorat eng pasti 5 bo'lishi kerak ekan. Undan baland bo'lib ketsa ham issiq bo'lmaykan, ikki tomon ochiladi, yonboshlari. Shamollatib turiladi. Qancha hosil kutyapsiz? Qancha daromad kutyapsiz? Endi mehnatimizga yarasha bo'ladi. O'zimizning ehtiyojlarimizni qondirsa bo'ldi. Nasib bo'lsa nevaralarimiz bor, chevaralarimiz bor deganda. Endi mana siz bilan xo'jayingiz ishlar ekan-a? Charchab qolmaysizlarmi? Hosilini terishga charchoqlar unut bo'ladi. Hosilini yeb ko'rsangiz, undan ham boshqacha bo'ladi. Endi nevaralarga ham o'rgatyapsizmi? Ha, mana yordamchilarimiz bor. Xushtam, shirin, hosili yirik bu qulupnaylarning xaridori ham ko'plab topiladi. Yana bir e'tiborli jihati, endilikda qo'ni-qo'shnilar ham havasda. Ular ham qulupnay yetishtirishni niyat qilishyapti. Ayrimlari ekib parvarish qilishni ham boshlab yuborishdi. Bu daromad topishning, kambag'allikdan chiqishning eng yaxshi daromad manbaiga aylandi. Bugun biznes vakillariga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ish o'rinlari yaratayotgan tadbirkorlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Nuriddin Nazarov non va non mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Dastlab ishni xonadonida oilaviy boshlagan yosh yigit bugun katta tadbirkorga aylandi. Mahalla hokim yordamchisining ko'magi bilan 100 million so'm imtiyozli kredit olib, non yasash uskunalari, pech xarid qildi. Bugun bir emas, 3 ta mahallada non ishlab chiqarish kichik korxonasini tashkil etdi. 10 ta yangi ish o'rni yaratdi. Ayni paytda bir kunda 10 xil turdagi 1000 tadan oshiq non mahsulotlari ishlab chiqarilib, aholiga supermarket va savdo do'konlariga yetkazib berilmoqda. Biz yoshlarga, tadbirkorlarga hozirgi kunda juda keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Biz ham shu imkoniyatlardan foydalangan holatda imtiyozli kredit olgandik. Hozirgi kunda tarmog'imizni yana ham rivojlantirdik. Qashqadaryo hududi bo'yicha, respublikamiz bo'yicha o'zimizni brendimizni ochishda davom etamiz va aholiga sifatli va o'zimizni shirin nonlarimizni taqdim etishda yo'lga qo'yamiz. Shu bilan bir qatorda kelgusida ehtiyojmand oilalarni, farzandlari, ayollar daftaridagi xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlash va ularga o'z kasbimizni o'rgatishni, tadbirkorlik bilan shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantirishga qo'ldan kelgancha hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Yana bir tadbirkor Sevara Hikmatillayeva Kat mahallasida pishiriq tayyorlash sexini tashkil etdi. Qo'llab-quvvatlash va yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, sex bugun majmuaga aylandi. Ayni paytda bu yerda 20 turdan ortiq shirinlik va pishiriqlar tayyorlanib, ichki bozorga hamda aholiga yetkazib berilyapti. Yoshligimdan o'sha tortlar qilishga, pishiriqlar qilishga qiziqqanligim sababli keyinchalik shu orzularimni amalga oshirish maqsadida Toshkent shahriga borib,
juda ham ko'p ustozlarga o'qib, o'z bilimimni oshirdim. Ko'pgina qizlar, ayollar kasbimga qiziqqanligi uchun, o'rgating deb kelishgani uchun ancha ish o'rinlarini kengaytirdik. Boshida buyurtmalar chiqarardik, kuniga bitta, ikkita. Hozirda 40 xil turdan ortiq yevro desertlarimiz mavjud va undan tashqari 12 xil shou tortlarimiz mavjud. Kelajakda filiallar ochish, shogirdlar chiqarish, o'quv markazlari ochish niyatlarimiz bor. Biz xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor va berilayotgan imkoniyatlari uchun prezidentimizga juda ham katta rahmatlar aytamiz. O'ziga xos dizaynda barpo etilgan majmua mahallaga ham ko'rik bo'lib tushdi. Bundan tashqari bu yerga keluvchi xaridorlarning shu yerda shirinliklardan tanovul qilishlari va dam olishlari uchun ham qulay sharoitlar yaratildi. Men Kat mahallasida yashayman. Ishsiz edim. Sevara opam sex ochganlarini eshitib, ish so'rab keldim. Ish o'rni bor ekan. Dastlab menga pishiriq tayyorlashni o'rgatdi. Hozir mustaqil tayyorlay olaman. Biz tayyorlagan pishiriqlarga juda ham xaridorlar ko'p. Hammasi mazza qilib yeyishib, rahmat aytishib ketishyapti. Alisher Navoiy mahallasida istiqomat qiluvchi Abror Tog'ayev imkoniyatlardan foydalanib tadbirkorlikka qo'l urdi. Dastlab o'z xonadonida 2 ta tikuv mashinasi bilan ish boshladi. Talab va ehtiyojdan kelib chiqib, tadbirkorlikni kengaytirishni reja qildi va mahalla hokim yordamchisidan ko'mak so'radi. Mahallaning yordami bilan 33 million so'm kredit oldi va qo'shimcha tikuv mashinalari xarid qildi. Mahallaning 5 nafar ishsiz ayolini ish bilan ta'minladi. Daromadlari hisobidan kreditini uzib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish maqsadida yana 33 million imtiyozli kredit oldi. Shunday qilib, o'zini tiklab olgan tadbirkor bugun prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan juda minnatdor. Bugungi kunda prezidentimiz keng imkoniyatlar yaratib berganligi tufayli mana bugungi kunda hokim yordamchisining ko'magi bilan faoliyatimizni kengaytiramiz. Har xil turdagi maxsus kiyimlar, ishchi kiyimlar, tibbiyot formalar ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda ijarada faoliyat yuritib turibmiz. Sanoat zonalari ishga tushyapti. O'zimiz ham joy olib, kattaroq sex tashkil qilish niyatimiz bor. Ayni paytda bu korxonada 20 nafar xotin-qiz ishlab daromad topayapti. Buyurtma asosida maxsus ishchi kiyimlar tikib, o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Oldin uyga tikish qilganman, keyin bu yerga kelib o'rganganman birinchi, keyin davom ettirib ketganman. Qilgan mehnatimizga qarab 3 million, 4 million olamiz. Yaxshi o'rganib, orzuyimiz kelajakda sex ochish niyatimiz bor. Xotin-qizlar ishga olish niyatimiz. Yana bir muhim jihat, odamlarni ishli, daromadli qilishda mahallalardagi nuroniylar ham bosh-qosh. Ular xonadonma-xonadon kirib, odamlarning muammolarini o'rganishyapti. O'zlarining takliflarini berishyapti. Kezi kelganda mahalla yettiligi bilan hamkorlikda muammolarni hal qilish choralarini ko'rishmoqda. Ehtiyojmand, ishsiz, ko'makka muhtoj oilalarning daromadli ishlik qilish uchun yechimlar topishyapti. Prezidentimiz oldimizga katta vazifalarni qo'ydilar. Xalqimizni kambag'allikdan chiqarish, kambag'allikdan farovonlik sari shiori ostida biz har bir mahallaga katta tajribaga ega bo'lgan nuronlarni biriktirib chiqdik. 190 ta nuronimiz 60 ta mahallaga oilama-oila kirib, muammolarni eshitib, hal qilish choralarini ko'rib boryapmiz. Nuronalarimizni birinchi qiladigan ishi oilaga kirib, nimaga u qodir, nima qilsakki yaxshi hayot ko'radi, nima qilsakki o'zini o'zi boqishga sharoit yaratadi. Agar issiqxona kerak bo'lsa, issiqxona qilib berish, parrandachilik bo'lsa agar parranda bilan ta'minlash, tikuv mashina kerak bo'lsa agar ajratish, xotin-qizlar tarafimizdan mahalla tomonidan yettilik bilan hamkorlikka muammolari hal etilyapti. Bir narsadan xalqimiz quvonyaptiki, bizning yurtboshimizda haqiqiy insonparvar yurtboshi yo'q. Chunki butun jahon bo'ylab kambag'alni qanday chiqarishda prinsiplarni bizdan hozir kelib o'rganyapti. O'zbekistondan kelib o'rganyapti. Tadbirkorlarimiz borib o'rganib, o'zining mahsulotlarini boshqa davlatlarga chiqarib, odamlarimizni ish bilan ta'minlayapti. Hozir odamlar oilaviy tadbirkorlikka kirib ketishdi. Ular mana shu bitta oilasini o'ziga bir 6 sotikkina yerdan xohlagancha ko'katlar ekib, pomidorlar ekib, bodring ekib qilayotgan daromatiga o'zi quvonib, daromadning ustiga daromadga erishib boryapti.
Misol uchun Alisher Navoiy mahallasida karlar o'quv ishlab chiqarish jamiyatiga qarashli korxona faoliyat ko'rsatadi. Bu korxonada buyurtma asosida harbiy qismlarda xizmat qilayotgan askarlar uchun qishki va yozgi maxsus kiyimlar tikiladi. Nuroniylar tomonidan mahallalarda istiqomat qilayotgan ishsiz xotin-qizlar jumladan 5 nafar imkoniyati cheklangan ayol shu yerga ishga qabul qilindi. Bugun bu chevar ayollar sifatli mahsulotlar tikib tayyorlashyapti. Men Navo mahallasida yashayman. Hozirgacha uy bekasi ichidim. Bir ikkita joyda ishga qidirib bordim. O'zimga yoqatga ish topa olmaganim uchun mana Alisher Navoiy mahallasida sex borligini eshitib kelib, shu korxonaga ishga kirdim. Oilamga qo'shimcha daromad olib kiryapman. Ishimdan mamnunman. Har bir kunimiz yaxshi kayfiyat bilan, yaxshi charchoqlik bilan o'tadi. Hammamiz bir-birimizni opa-singildaymiz. Buyurtmalarni o'z vaqtida tikib topshiryapmiz. Temir yo'lchi mahallasida 4000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mahallaning asosiy drayveri parandachilik. Bundan tashqari issiqxonachilik bilan ham shug'ullanishadi. Aytish joizki, mahallada bugun kambag'al oilalar qolmadi hisob. Mahallada istiqomat qiluvchi Erkin Bobojonov va Mahadulla Atoqulov dastlab xonadonida jo'ja boqib, bugun qo'ni-qo'shnilarga ham parandachilikni o'rgatishmoqda. Ularning aytishicha, jo'ja boqish unchalik ko'p xarajat talab qilmaydi. 40 kunda tayyor bo'ladi. Shu jihat ko'pchilikka ma'qul bo'lgan. Mahadulla Atoqulov oilasi bilan bir yilda 6 marta jo'ja boqib, 150 million so'm daromad ko'rishyapti. Bir oyda 25 million so'm sof foyda. 4-5 yildan buyon parandachilik bilan shug'ullanamiz. Men hovliga boqaman 1000 tagacha, bolalarimda 10 mingtacha boqadi joylari bor. O'zlarini hozirgi kunda mahallamizga ko'pchilik yomboq jo'ja bilan shug'ullanyapti. Chunki talab va ehtiyojlar bor. Parandachilik mana 7 xazinaning biri bo'lgani uchun daromad yaxshi, halol va sifatli qilib xalqqa yetkazib beramiz. Kat mahallasilik Farmon Shohmurodov ham mahalladoshlariga o'rnak bo'lmoqda. Tomorqasdan unumli foydalanib, bir qarich yerni ham bekor qo'ymaydi. Har biri 2 sotiqli 2 ta issiqxona qurgan. Ularda qishin yozin ekin ekilib, daromad topiladi. Tomorqa bu xazina hisoblanadi. Tomorqadan daromad olish mumkin, oilani iqtisodini yaxshilash mumkin. Shuning uchun limon ekkanmiz. Hozir yaqinda mana balgar ekib, balgarda ham daromad olsa bo'ladi. Limondan ham daromad olsa bo'ladi. Limon yaxshi hosil bersa, har bir dona limondan 60 kilogacha hosil olish mumkin. 10 million, 12 million daromad qilamiz. 2 qavatli issiqxona qilganmiz. Biz pechga yoqmaymiz. Bulg'or qalampiri ham juda foydali narsa. Biz mana shu bulg'or qalampirini ekib, yetishtirib, foyda olyapmiz ham o'zimizni sog'lomlashtiryapmiz. Men masalan hozir farzandlarimga, qo'shnilarimga mana shu tomorqadan foydalanib limon ekib, bolgar qalampir ekib, yo bodring ekib, tavsiya qilib o'rgatyapman. Pomidordan ham, bodringdan ham, bolgar qalampirdan ham yaxshi daromad qilish mumkin. Farovonlik, obodlik, to'kinlik bugun mahallalardan tortib ko'chalarda, xonadonlarda o'z aksini topyapti. Ko'chalarni yanada fayzli, obod qilish, ko'kalamzorlashtirish maqsadida har bir ko'cha faol nuroniylarga biriktirib berilgani esa yanada ko'rkamlikni ta'minlashga xizmat qilyapti. Nuroniylarning bosh qoshligida ko'chalar tartibga keltirilyapti. Daraxtlarga shakl berilyapti. Yangi nihollar o'tkazilyapti. Prezidentimizning talabi bo'yicha bugun mahallada 15 ta maslahat kengashi a'zolarimiz bor, nuroniylar bor. Buning ichida olimlar bor, rahbar bo'lib ishlaganlar bor. Mana shunday nuroniylarimizga mahallamizdagi barcha ko'chalarni taqsimlab chiqdik. Ana endi nuroniylar mahallamizdagi biriktirilgan ko'chalarda ham tarbiyasi og'ir ma'naviy ko'makka muhtojlar bilan shug'ullanyapti, sizlar bilan shug'ullanyapti. Ham ko'chani obodonchiligi bilan shug'ullanyapti, tozachiligi bilan shug'ullanyapti. Shu bilan bir qatorda uylarni oldilariga, ko'p etajli imoratlarning oldilariga uyda kuzatuvlar apparatlari qo'yilyapti o'sha yerda. Xullas kalom, nuroniylar barcha mahalla ahliga namuna bo'lyapti. Tinimsiz mahalla raisi boshchiligida 7lik o'sha 15 ta nuroniy boshchiligida mahallani bo'sh joyi qolmayapti. Hamma joyga gullar ekilyapti, hamma joyga daraxtlar ekilyapti. Uy ichlariga ham bironta joyni bo'sh qoldirmasdan ro'zg'orga kerak mahsulotlar ekib yetishtirishga birgalikda bosh-qosh bo'lyapmiz shunga.
Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan tungi iqtisodiyotni rivojlantirish, ko'chalarda jozibador va serqatnov turizm hamda xizmat ko'rsatish infratuzilmasini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qarshi shahrida ham 24/7 rejimida uzluksiz ishlaydigan ikkita maxsus ko'cha tashkil etildi. Tuni kun ishlaydigan bu ko'ngilochar ko'chalar shaharga yanada fayz bag'ishladi. Bu albatta shahar aholisi, tashrif buyuruvchi mehmonlar, tadbirkorlar uchun ham katta imkoniyat va qulaylik bo'ldi. Men shu mahallada yashayman. Oldin Toshkent shahrida shunaqa qulayliklarni ko'rib, biz ham havas qilardik. Mana o'zimizda ham ko'chamiz 24 soat davomida ishlaydi. Biz bundan baqoyatda xursandmiz. Salonlar, restoranlar, tez tibbiy yordam, hamma narsa kecha kunduz ishlaydi. Shunaqa ham chiroyli bo'lgan ko'cha, yursangiz bahri dilingiz ochiladi. Bu yerda kitob magazinlari bor, o'quv markazlari bor, ular ham ishlaydi. Mahallada yashayotgan bolalarga ham qulayliklar bu. Mana kechki paytlari hammamiz mazza qilib aylanib yuribmiz. Tuni kun qaynoq hayot jo'sh uradigan Nasaf ko'chasining uzunligi 3 kilometr bo'lib, bu yerda piyodalar yo'lagi tashkil etilib, tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. 50 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari mavjud bo'lgan hududda yana qo'shimcha 100 ta obyekt bunyod etildi. Xususan, ovqatlanish shoxobchalari, karaoke zali va ko'ngilochar maskanlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Shuning natijasida 522 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Prezidentimiz tomonidan biz tadbirkorlarga katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Men shu imkoniyatlardan foydalanib, yanada ish o'rinlarimizni kengaytirib, ish vaqtlarimiz mana 24/7 bo'lib restoranimiz ishlayapti. Tadbirkorlik subyektimiz joylashgan Nasaf ko'chasi 24/7 rejimida ishlayapti. Chetdan kelgan mehmonlar bo'ladimi, yo mana tungi smenada ishlaydigan fuqarolar kechalari kelib ovqatlanib dam olib ketishyapti. Shaharning vatanparvarlar bog'i va ko'p qavatli uylar oralig'idagi yana bir ko'cha tuni kun faoliyat yuritadigan ko'chaga aylangan. Ushbu ko'chada ko'p qavatli uylar, savdo majmualari, restoran va zamonaviy mehmonxona joylashgan. Bundan tashqari katta ko'l hamda vatanparvarlar bog'ining yondoshligi, yashil maydonlarning tashkil qilinganligi qulay mikroiqlimni yaratgan. Hamma narsa mavjud, hamma imkoniyat, sharoitlardan o'rinli foydalanilgan. Dorixonalar, sotuv do'konlari, kiyim-kechak do'konlari, ovqatlanishlari ko'zingiz qamashadi. Yashil makonni go'yo ko'chirib kelingandek. Bu ko'rsatmalarda albatta prezidentimiz berganlar. Prezidentimizning qarorlariga asosan barpo etilgan 24 soat faoliyat ko'rsatadigan ko'chalar biz fuqarolarga qulaylik yaratilyapti. Nimaiki qurilgan bo'lsa, binolari biram ko'rkam qurilgan birinchidan. Qolaversa, ana shular 24 soat uzluksiz ishlab turishi eng asosiy qulaylik. O'ziga xos landshaft dizayni, ko'l ustiga qurilgan dam olish ayvonchalari, turfa chiroqlar hududga yanada ko'rik bag'ishlagan. Loyiha doirasida ko'cha yanada obodonlashtirilib, 52 ta savdo va xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish obyektlari ishga tushirildi. Ularning 4 tasi ko'ngilochar maskan va bittasi fitness klub hisoblanadi. Ko'chadagi mavjud 8 ta tadbirkorlik obyekti kengaytirildi. Odamlar sayr qilishi, ovqatlanishi, mazmunli hordiq chiqarishi uchun barcha qulayliklar yaratildi. Bugungi kunda Qarshi shahri juda ham bir go'zallashib boryapti. Ko'p qavatli uylar, yangiliklar, ko'p mana ravon yo'llar, qolaversa mana 24/7 yo'nalishda ishlayotgan ko'cha mana ishga tushgan. Biz o'zimiz xalqimizni xizmatidan kelib, tadbirlardan kelib bir dam olmoqchi bo'lsak, o'zimiz shu ko'chaga kiramiz. Sharoitlar shunaqa chiroyli qilib berishdi. Avvalo buning uchun biz rahmat aytamiz yurtboshimizga. Tungi vaqtlar ham aholiga xizmat ko'rsatadigan bu ko'chalar har tomonlama qulaylik tug'dirishi, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan foyda keltirishi va o'z navbatida odamlarga ko'tarinki kayfiyat ulashuvchi, mushkulini oson qiluvchi ko'chalar soni yanada ko'payyapti. Bu farovonlikning yana bir yorqin namunasi, amaliy ifodasidir.